hurmatli tadbirkorlar, mana bugun navbatdagi o'sha grafika asosan Zarafshon shahridagi tadbirkorlar bilan uchrashib, shu bankdagi bo'layotgan yangiliklar, sizlarga yaratiladigan qo'shimcha imkoniyatlar to'g'risida tadbirkorlar bilan uchrashuv tashkil qilishimiz kerak. Grafika asosan bugunga qo'yilgan ekan. Shu bo'yicha bugungi mana shu uchrashuvimizda o'zlaringiz qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, muammolaringiz bo'lsa, bemalol aytsangiz, mana bu kredit bo'yicha mutaxassisimiz Alisher batafsil tushuntirib o'tadi. Shu navbat bilan savol berib, o'zlaringiz muammolaringiz bo'lsa aytishlaringiz mumkin. Yoki Alisher, hozir bugungi kunda birinchi shu yangiliklar, kreditlar bo'yicha ma'lumotlar haqida tanishtirib o'tsangiz, o'shanga qarab savol-javoblaringizni o'tkazamiz. Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Bugun mana bizada prezidentning qaror chiqqan 312 sonli qaror doirasida 100 milliongacha bezalog bez nimamiz bor, mahsulotlarimiz. Bundan tashqari qaylama mablag'ni to'ldirish uchun 3 yilga 3 yil muddatga